Omon bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Pulga olmaychidim, hozir sizdan olaman. 35 ga hisob qolaman. 57 ga sotuvga qo'yaman. Barakangiz bormi aka? Salon tayyorlardi-da narx aka. Ayb menga emas-da. Barakangiz bo'lsa bering bo'lib qo'sha olmayman. Bormi barakangiz? Bu ham 8 millionlik damas. Lekin keyin chiqish kerak-da bundan. 38 million bo'lsa sotaman oxiri deyaptilar naqd pulga. Hatto siz 10 million ham deng, men hozir bitta obzorni aytaman-da. Hozir. Rizgina 5 millionga bergis kelmayapti aka. 10 million so'm bo'lsa beraman deyapti sotuvchi naqd pulga. Yo'q, problema-ki bo'lmaydi. Nima problema bo'la? Kansalar ishlaydimi? Aka remeni nima qo'yish kerak ekan ishlaydi tekshirib. Qo'shim 5 yil bo'lgan. Ha. Narx-navolardan qanday xabaringiz? Narx-navolar ancha tayyorlarganda shunga aytaman. Bozor. O'zingiz nomingizga. Generalni chiqadi, muammosi yo'q. Muammosi 14. Nechmi so'rayapsiz? kecha bozorga olib chiqdik, sizga keldik, siz ketib qolgan ekansiz. 38 dan qaytasiz. Masalakam bor, mashina sotmasdan prosta jigarim seroz bo'lgan, shuni Turkiyaga olib ketishim kerak, shunga sotaman. Sotilmagan tashib qolgan hamma narsani sotdik, blogerlarga chiqdik, bu yerdan kameraga olyapmiz. Ya endi bu savdosi Instagramga qo'yiladi-da. Mashinalarni so'ydilar. 38 ga bozorga bermadim deyaptilar. Yili nechida? 14. Yaxshi. Zo'r so'ragan ekanda bekor bermabsiz-da. Bundan narxga so'radimi yo bo'lib beraman deganmi? Qobil orqada. Bo'lib berishga so'radimi? Yo'q, Narxga 38, vaqt shikalat so'ragan, nima bermadingiz? Kapot qo'yilgan ekan. Randay kapotda sepka. Sizda o'ziniki. O'zini kapoti bu. Diz balanaganda. Ha, bu pulni ololmayman-da do'stim. Biz Instagramni ko'rayotganmisiz, nechta ko'rayotganimizni oddiy bir mana shu aka hozir Lacetti sotdi. 35 millionga 2011. 2011 Lacetti 1.8. Konditsioner hamma narsasi ishlaydi. 35 millionga olaman. Hozir. Abitdan oldim. Abit qilib chiqdi. Diz balanadi. Usullar yozilganmi? Yilki yaxshi ekan. Qarang, bitta guring-da. Hozir to'xtang Sanjar aka. Men siz hozir tushundim vaziyatingizni. Vaziyatingiz havas qilganlik vaziyatga emassiz. Sotmasdan ham iloji sotilmagan bir ish qoldi deyapsiz. Odam o'zi boshqacha bo'lib ketyapti. Menki foydalanaman, foydalanmayman emas. Eldicha olaman, eldicha sotaman. Ismingiz nima? Mustaqil. Mustaqillikka tug'ilgansiz. 1-sentyabr. Yil nechinchi yilsiz? 98. Uylangansiz? Jaladan nechta? Ha, omon bo'lsin, omon bo'lsin. Qarang. Bo'lsa sizni ismingizni aytmayman, 1-sentyabr deyveraman. Mayda-chuyda qilmayman. Sizni boshingizga tushgan kunda, misol, siz odamgarchilik yuzasidan sotyapti ekansiz. Siz boshingizga tushgan kun jiyaningizga shuncha g'amxo'rlik qilyapsiz, hamma mana shuni bir-birini jigari sizga g'amxo'r bo'lsin. Malades, avvalroq rahmat shuncha bir jiyanni o'ylab mashinam bo'lsa ham sotib yuboraman debsiz. Aka, to'g'ri kelsa bering, mayli. Men bu pulga olmaychidim, hozir sizdan olaman. 35 ga hisob qolaman. Naqd 35 bera olaman. Sizdan mana shu gaplaringiz uchun olaman. O'zi 30 million, 32 milliongacha patalyapti. Kraskasi ko'p olaman shunda. Endi siz bilan balkim kim bir savdo qilgan bo'lsa, kraskani tushunmagandir. Lekin hozir men obzorni aytaman, kraskasini eshitasiz. Kraskasi ko'p. Agar to'g'ri keladi, mayli aka roziman desangiz, mayli 35 millionga qolsa olib qolaman. Gaplaringiz uchun so'radim. Boshqa narsa uchun so'radim. Mashin uncha so'ramaychidim asli. To'g'ri keladi desangiz bering olaman.
Aka ololmayman lekin. Oxiri necha yil bo'lsa berasiz? Yo'q. Men ololmasam siz sotib oling. Sizni mushkulingiz sal nimaki? Mayli Instagramga bo'lsa ham qo'yib beraman. Birinchi eldicha aytaman, balkim shehna ishingiz hal bo'lar aka. Necha yil bo'lsa sotasiz? Barobar bo'lsa sotaman. 40 million, 40 ga kelib baland. Menga qarang. Mayli, o'sha necha pul qildi dedingiz bozor? 38. 38 ga kim olagan? Naqd pulga aytib ko'raman. Eldichi. Agar kimdir olsa sizdan pul kerak emas. To'g'risi-da. Sizning ishingiz hal bo'lsin. Xo'p, akalar ko'ringlar 2014 1.6 Lux konditsioner Nexia 2 metan gazi bor. Radnoy detalini sana aytib o'tib ketaman. Tomir radnoy, 4 ta stoyka radnoy, orqa kapot radnoy. Keyin eshiklarning yuqorisi radnoy. Qolgan joyi aslijet bo'lgan. Kapot o'ziniki, uslitr o'ziniki turibdi. Bir tomoni sal qimillagan. 38 million bo'lsa sotaman oxiri deyaptilar naqd pulga. Akalar ichimizga 38 million naqd pulga oluvchi bormi? Agar olaman, minaman degan odam bo'lsa, bemalol chiqursin, berib yuboriladi, akalar. 38 million naqd pulga. Bunday vaziyatdan men umuman foydalanmayman. Bitta yuring. 1-sentyabr do'stim. Telefon nomerini ayting. 97lik 677 28 18. 97lik 677 677 28 98. 28 98. Omon bo'lasiz. Qarang, bu yerga 50 kishi olmish kishi bo'lsa, Instagramdan 50 ming olmish ming kishi ko'radi. Faqat sal muomalali bo'lasiz. Osiyodan ko'rdim deb chiqishadi. Soting, o'sha jiyaningiz ham avval yaxshi bo'lib ketsin, xo'p? Yaxshi bo'lishini tarafdoriman. Maladesliging. 35 million naqd pulga bersangiz olib qolaman o'zim. Yana ham bir o'ylab ham ko'ring. 9 ming qancha yurgan? Gaz qo'yilganmi? Yo'q. Benzinga necha pul so'rayapsiz aka? Ha, salondan ham 10 million baland yuribsiz. A salonga ham 141 million bo'lgan-ku. 141 million 300 salon narxi. Bunda baland aytmayman-da jon aka. Bozorda. Ya kelishtirib ayting, bozor to'g'ri. Mana men savdo qilishim kerak-da. Hozir salon narxidan ham 10 million baland aytib turishingizga kim oladi? Hozir puzinalida. Aka mayda chuyda qilmayman. Bo'ladi, siz 125 million beraman. Naqd bo'layotgan bo'lsa. Yod baho. 141 million 300 ta hozir salon narxi. Yana eng qiziq joyi rassrochkaga ham beradi. Ham 26. Bo'lib to'lashga ham beradi. 25 aka. 30 ga tortmaydi. Agar 30 ga tortsa, men sizdan maydalashmasi 30 so'raychidim. Bo'lib 130 ga bering dedi. Salon tayyorladi-da narx aka, ayb menga emas-da. Hozir endi salon arzon bo'lib turib, ko'cha qimmat bo'lmaydi-ku aka. Hozir 1 million rasxoti ham bor buni bu yer. Salon qarang, salon arzon bo'lib tursa-da, ko'cha qimmat olsam. Tasavvur qilyapsizmi? Salon 4 tiqilib ketgan. Salondan 141 million 300 dan olishadi. Yurmagan 9 ming qancha yurgan bu? Yurmagan 0 ni olishadi. Bu salondan ham qimmat men aytib tursam, kim oladi mendan aka? Yili ham bor-da. 25, 26 ham bor. Dekabr chiqqan ekan-da. O'shanisi endi sal to'g'ri tushunishingiz kerak-da jon aka. Necha pul bo'lsa berasiz? Oxirini aytingchi aka, mayli. Salon narxiga beraman deb turadi. Olmaydi aka. 26 bo'ladi aka saloni yangi. Agar ko'nglingiz bir 130 lar bo'lsa ham aytib ko'raman aka, eldicha. O'zim ola olmayman. Lekin eldicha aytib ko'raman. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. Mayli siz soting, sizdan pul kerak emas menga. Men sizdan foydalanmayman. Boshqa yo'q. Yaxshi niyatlar bilan kelgan. Ya yaxshi niyat bilan kelgansiz. Endi men salon narxi olmayman-da, minilgan mashinada aka. Qanday olaman? Bo'lmaydi aka. Kimga sotaman aka? Men ham sotishim kerak aka. Men kimga sotaman? Hamma biladi aka, salonga 141 million 300 bo'lgan. Hamma biladi. Men qanday sotaman aka? Mana shu tomoni ham bor-da jon aka. Bir 125 million so'rayapman, bergisi kelmayapti. 130 deng aytib ko'raman deyapman. Unga ham yo'q deyapsiz. Qanday bo'ladi aka bu? Ya bilaman, ziyon achchiqdan nima deydi? Ziyon zahardan battar deydi-ku. Achchiqlik.
Sizga ham qiyin aka. Lekin ko'pga kelgan to'yda O'zbekistonga bitta sizning moshinangiz arzon bo'lgan joyi yo'q-da. Hamma mashina arzon bo'ldi. Uni to'g'ri tushunish kerak-da hamma. Jon aka, sal bir yo'lga qilib bering. Hech bo'lmasa bir 130 ding. Aka, mayli, men ola olmasam, siz tomonga o'tayda, men sizga yordam beray. O'zimni kiyimimdan tushib, sizni kiymangizga minib suzonman hozir. 125 millionga bergis kelmayapti aka. Mayli, men siz tomon bo'laman. 130 million ham deng, hatto aytib ko'raman deyapman aka. Qiyin-da jon aka. Olib turgan bo'lsa edi, qani edi, men ham sotaydim aka. Nima qilamiz aka? Qapachilik yo'q menda. Keling, mayli, bir aytib ko'raman elga. Xo'p. Ketib qolmaysizlar. Hop, akalar ko'ringlar 9000 yurgan Midnight Cobalt 2025. 140 million bo'lsa sotaman deyapti ega. Undan kamga bera olmayman deyaptilar. Agar oluvchilar bo'lsa ko'rsin. Qora svet, kraskasi va radnoy. 140 million bo'lsa beraman deyaptilar. Agar kimgadir to'g'ri kelsa ko'rsin. 25 aka. 25 qora salon. Qora salon mana bu Koja Sidinali zavodskiy shunday chiqqanda bu. Midnight MSM. Mana qarang. O'zini sidinasida. O'zi shunday. Bu o'zini sidinasi, zavodskiy shunday chiqqan. Monitorli. To'ykalargacha qarab o'zi. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchsiz? Omon bo'ling. Mana shunday eshik ochiq xona shunday kiring. Qancha ekan? Ha. Dekabr oyi. Dekabr oyi bo'lsa, men bular pul qo'ymay sotganman. Noyabr, dekabr. Sizga berishmadi. Ko'chadan oldik. Ha. Qisqasi menga kelgan, savdo qilganman, bermagan, ko'chaga olib chiqqan payt savdo qilib olgansiz. Hali ko'rdingizmi? O'g'irlagansiz-da mendan. Rizq atoy xudoda. Shunday bo'lganda. Aka, u nima ketadi? Ketgan ekan. Ko'chaga savdo. Ha, ko'chaga. Ye, ertaga aytmaysizmi? Yo'q, bo'ldi. Promo olyapti-da. Boshqadan olamiz. Siz tushmaysiz, men tushaman. Bo'lam? Sizni olmaydi, men oladi. Siz gapingizdan tonib qolishmaydimi? Yo'q. Yili 19. 19. Kraskasi qanday ekan, Sanjar aka? Kapot qo'yilgan ekan. Oldi kapot. Men eshigim yarim. Kiranglar bilan eshik yarim sepilgan. Tepish kerak. Bu yoqqa tepish kerak, kirla qo'yish kerak chapga. Endan keyin kiritgansizmi aka, bo'lmasa? Olib bering qani? Hujjat. Hujjatini bering, men o'zim qarab aytaman. Xo'p, dekabr oyi men 70 million qildim, bermadi, sizga keyin necha pulga berdi? 2 million balandni ham bari sizga sotgan. Ha, bo'la. Ya men ulardan xafa bo'lmayman, xafa bo'lib yo menga sotmadi, 2 million balandni boshqaga sotdi demayman. Hammani ham moli-da. Bu odamni ham oldiga egasi men pul qo'shmaganman-ki. Yo siz 70 million, 72 million olgansiz, men pul qo'shib turmaganman-ki aka. Hammani o'zini ikkitasidagi pulini o'zi topadi-da. Endi menga kelgani, misol hozir men buni ham kimdir men aka bilan gaplashib 30 ming olsa ham 28 ga olsa, men xafa bo'lmayman. Akadan men 20 so'radim, 8 million qo'sha oldi deb, nimasidan xafa bo'laman? Akani ham moli, sizda ham moli. Endi bu savdo chidaganga chiqargan. Hamma narsa asab qilaversangiz bo'lmaydi. Hammasi meniki bo'lish kerak deb. 2019 ida dik olgandan men minilmanda bu. Shu o'g'liga olib bergan, o'g'li armiyaga ketdi, keyin Toshkentga ketdi, shu bilan ishlab qolib ketdi o'sha. Ha. Xo'p. Turdi bu kishi. 6 soatni qila oladingizmi siz? 6 soatni nomer toqqansizda, Qurbonov ochish. Ochilib Qurbon. Kimda sizmi? O'zingizmi? Ha, bo'li o'z bo'lsaydi. Qurbon aka, o'zingiz nomlari keyin chiqadi. Qurbon aka nech bildingiz? Nech bildingiz akalar? 70 72 ga oluvdik-da, keyin 82 ga tushdi 10 million. Endi dokument qilgan. Mayli, dokument iloji bor. Endi dokumentlarni hisoblanmaydi. Dokumentni endi o'zi uchun qiladi hamma. Ha. Qisqasi men 70 million so'raganman, 2 million qo'yib olgansiz, 72 million olgansiz. Xo'p, dekabr oyi bo'ladigan bo'lsa,
Mana 8 oy bo'lami shunday endi. Mana 8 oyga necha pul tushganini hozir ko'ramiz-da endi. Ya bozor. Qarang, avvalo Xudo, rizq atoyi Xudo, aka. Nasib qilgan bo'lsa oladi. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Sababchi bo'lasiz. Shunday. Shunday aka. O'shanga ham men sababchi bo'lganman bari olgunizcha. Qarab turgansiz, 1 soat savdo qilganman. Biz sizga ham rahmat deb ketamiz. Omon bo'ling. To'g'ri, shunday Jani sog' qilib, mana shunday qilib savdo bo'ldi. Bo'lmasa nima? Yo, dekabr oyi baribir men olgan taqdirimga ham mendan olsangiz pul qo'ymay sotaydim. U paytlar pul qo'ymaychi edim. Kapika kerak emas. Ha, kapikasi kerak emas. Shuni 70 ga olsam ham kimga bo'lsa 70 ga sotaychi edim. O'sha uchun xafa bo'lmaganim sababi tashqariga chiqib 72 million olgan bo'lsangiz ham menga na xamir na patirda. Men bir so'mdan quruq qoldim deyotgan joyim yo'q. Sizga savob bo'lgan. Ha, savob bo'lgan. Duo qilgansiz-da. Ha, to'g'ri gap. Qarang, maydalashmayman. Moshin bo'ladi, lekin 25% kraskasi bor. Kapot kraska oldi, kapot kraska. Arqa eshigingizga petni o'tgan, arqa krelingizga ham petni o'tgan. Keyin arqa kapotni o'z ko'rib turibsiz, sepiladi. Burchayni o'zizga bo'lgan menimcha. Men o'zim Muborakda yashayman. Hozir haydab borib keling dedi eshitib o'tsa. Bir marta mindim o'zi hozir. Lekin yangidan yurardi. O'sha payt ham olguncha, Ana o'sha qulni gap bo'lsin. ha, olguncha ham eng yaxshi tomoni bir kraskasini bilib olganda, men kraskasini ko'rganman o'sha paytda. Amalda olgan bola haydadi, lekin o'zini gulga so'radi, shu mos. To'g'ri gapda. Mayda chuyda qilmayman, qarang. Agar to'g'ri keladi desangiz, bersangiz 55 millionga olaman. Shuni radnoyni bir tomchi kraskasi yo'g'ini 60 ga olib 61 ga sotdim. Bir tomchi kraskasi yo'q, 114 ming yurgandi. Xuddi shuni 114 ming yurgandi. 55 millionga bo'lsa, mana shu hurmat qilib kelganlaringiz uchun ham olaman aka. Sizga hurmatingiz uchun 48 millionga ham oldim 19 ni, kraskasi ko'pini. 50 millionga ham oldim 20 sini, kraskasi borini. Endi bu yaxshiroq ekan sal kraskasi bo'lsa ham. Aka 55 million so'rayapman. Bering olib qolaman. 60 lar tortmaydi. 60 lar tortsa 60 million oladi deb aytaychiman. Men kim bilan savdo qilsam ham birovni kuydiray, birovni qo'lidan aldab molini olib qo'yay, keyin uni qimmatroq sotay deb savdo qilmayman. Endi bitta sizning mashinangiz tushmadi narxi. Hammaning mashina narxi tushib kelyapti. Hozir o'sha payti mana Chinguning bir guning aytayman, akam ham olgan payti yutgan. 72 million olgan bo'lsa ham bozorga bermayotgan narxga olgan shu odam. Lekin sotguncha qiynaladi. Hozir ham shu mashinani kimdir 55 ga olsin, xursand bo'ladi, lekin sotgunicha aniq bilaman bu pullarga sota olmaydi. Chunki endi dayvodi narxini ko'tarib bo'lmaydi. Ushlab bo'lmaydi, bir tempga ham turg'izib bo'lmaydi. Narx kundan kun pastga taylayapti. Agar mashinani 60 ga tortganda edi, men 2 marta bittadan 60 so'raychi edim. Chunki o'zi issiq, abidgacha yaxshi gapirib turaman, abiddan keyin charchab qolaman ko'p gapirsam. O'sha uchun bo'latgan qilib so'rayman. Beringlar akalar, 55 million naqd pulga olaman. 56 ga sotuvga qo'yib qo'yaman. Xoh birov olsin, xoh birov olmasin. Olmasa ham mendan pulingizni olasiz, olsa xo'sh-xo'sh. Ya, kamki bo'lmaydi. Endi sizni endi kam, hamma kam, hech kimniki to'lmaydi kami. Lekin shu kecha kunduzga bu ham bir omonat savdo. Rosti guring omonat savdo. Qurbon aka, bu narxni ushlash ham o'zi qiyin. Kundan kun narx tushib kelishining evaziga ham men shu kunlik kunga bu mashina narxini zo'r ko'tarib so'radim. Hurmat qilib kelibsiz, Xudo izzat qilsin. Agar rost berish ko'ngil bilan kelgan bo'lsangiz, bering 55 millionga olaman. Omon bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Rahmat aka, shu hurmat uchun, e'tibor uchun rahmat. Ko'ngil 60 edi. Bilaman, 60 sotish ko'ngil, 60 ga tortsa qani, jon-jonim bilan so'rayman. Men sizda aytaman, gram qiynamayman. Agar shu mashinada 60 tortayotgan bo'lsa, ishoning gram qiynash niyatim yo'q. Aka bering 60 million deb so'rayman. Bittadan so'rayman. Go'yo odamlar shunday bitta narx aytgan, qo'lni bering, baraka deb olganman. Bir so'm ham o'ting demaganman. O'zi chiroyli aytgan, shunday olganman. Nech pul qilib berasiz shuncha? Bo'l, men olaman. Sodalashmay olaman. Chunki insof sari aytding deganman.
Nima deysiz aka? Kam bo'lmaydi aka. Zo'r so'radim. Qurbon aka. Keling, beri keling. Bilaman, bu yoq bilan bitsin. Bu yoqqa keling deyapman. Kameraga tushsak ham so'ravering. Ya kamera chiqsangiz ham nima aka? Bir o'g'irlik qilayotganingiz yo'q, birovning mulkini o'g'irlab kelayotgan joylaringiz yo'q. Aka, yaxshi insonsizlar, halol mehnat bilan olyapsizlar. Halol mehnatni sotishga nima uyalinglar? Yo men sizlarni bir aldab yosh bola qilib olayotgan joyim yo'q. Olib qo'yib 10 million qo'yayotgan, sotayotgan joyim yo'q aka. Bir nima bo'lsa shu elga foydam tegsin, nafim tegsin, kim bo'lsa ham shu yaxshilikka bo'lsin, yaxshi qilsin, maza qilib olib minsin deb harakat qilaman. Olgunizcha bir xursand bo'lasiz, sotguncha sal xafa bo'lsam, yana mosh olgan kelasiz, yana bir xursand bo'lasiz. Arzon olib oldim, yaxshi bo'ldi. Sotguncha endi hamma shu. Qurbon aka yomon so'ramadim, jon aka. Olmishdan bir narsa o'tarmiz. Aka, agar imkon bo'lsa men ham maydalashmayman, Qurbon aka. Rost maydalashmayman. Mayda qilib so'ramadim, 55 dan passiya bering, 50 bering demadim. 48 ga ham olib sotdim, Instagramga qo'yib qo'yibman aka, 50% kraskaligini. Shu 19 yili. 20 ni 50 millionga ham olib sotdim. Instagramga 2 kun oldim, 3 kun oldim. Bozor kuni, subota kuni. 55 million so'radim. Mayli, shu o'zimizning shaharda olingan, sotilgan, yana ham shu yerga keldi, hurmat qilib kelibsiz deb ham 55 bir og'izdan so'radim. Olmishga 100% raddan olib sotdim aka. 114 ming yurgan. Bir topish kraskasi yo'q. Hozir sizdan borki, hayolingizga kamda, lekin chin meni tomosha qilishga davom eting-da, zo'r so'raganman, zo'r so'rab turibman. Bu ham bir omonat savdo. Bir nima xoliqtirayotgan bala emasman, lekin bir do'st deb bilsangiz bering 55 ga. Bu ham bir qidiriladigan omonat savdo lekin. Sal bir rozi bo'lib ko'ngilli yoying qani. Qo'lda ag'ini bag'aga uryapsiz, bag'ini ag'aga uryapsiz. Nima bo'ldi? Qurbon aka, biron nima deng aka o'ziz. Yigitga biron nima deng. Juda qattilar aka. Hayollari arzon sotayotganda, arzon sotmayapsiz aka. Yo'q, nimaga? Zo'r so'rab turibman, bering aka. Kam deb bering mayli aka. Kimni kami to'la, siz bilan meniki to'la. Men bitta guring. Qurbon aka. Qarang, bir guringda bersangiz moliz. Bermasangiz men ham xafa emasman, siz ham xafa emassiz. Aka mayli. Juda tortinibdi-da bu yigit. Juda tortinibdilar. Endi ziyon zahardan achchiqda. Menga ham ziyon, bilaman. Sizga ham ziyon, akalar, bilib turibman uni. Lekin elga kelgan bir to'y bu. Mashina uchun qo'shish niyatim yo'q, действительно. Qurbon aka, agar bo'ladi siz mayli 1 million qo'shib so'rayman, faqat rozi bo'lib bering. 56 million naqd pulda olasiz. 57 ta sotuvga qo'yaman. Barakangiz bormi aka? Naqd 56 million olasiz. Biza olmaydi. 1 million qo'shish niyatim yo'q edi o'zi. Qo'shib so'radim. Juda qiynalganingizga aka. Akmal aka 60 dedik, men o'shandan 1 million qaytdi, yana mana 1 million. Juft bo'lsin mayli, 2 million. Aka, 56 million naqdini oling. Bizaga ham og'irlik qiladi. Bunday qilmang, jon aka. O'zi 55 millionlik mashina edi. 1 million qo'yib usti bilan so'radim. Yo'q, mayli Akmal aka. 56 million zo'r so'radim aka. Tengi chiqsa tekin beradi. Lekin o'zimning havasim ketib qoldi, to'g'risida. Bir marta hozir meni shu yerdan shaqqa olib keldim, zo'r yo'q. Qara yana bir marta qaydab kelasiz, bering. Hozir kimdir olsa aytaman, Natarskiga qaydab borar akamni o'zida. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Zo'r so'rab turibman, To'lqin aka. 1 million leshni so'radim. Dadamdan ham leshni so'radim. O'zingiz qancha qolmoqda o'rtam? 60 dedim, 2 million o'tdim men. Men 50 dan pasti demadim. Egasidan so'raganim yo'q hali, to'g'risida. Ya Qurbon aka yaxshi odam. Buni birovni xafa qilayotgan odamga o'xshatmadim. Men Chingurang ko'chadan olsa ham endi esladimda, shu odam ko'chadan chiqib oldida, lekin kirib biron nima beraymi, rahmat deb aytib ketganda. Hamma ham bu ishni qilavermaydi. Shu ko'ylar shu telefon nomerini olib, anaqa chiqib kutib turadi. Sizdan chiqa olsa edi, o'zim olib ketsaydim deb. Prosta bir rahmatdan nasihat qilib ketayotgan ko'payib ketgan.
Bu odam o'sha ishni qilmagan vaqtda menga. Mana boya ham bo'ldiki. Kirib rahmat aytib kechib ketgan odam bo'ladi shu odam. Mana oddiy bir abidga moshinda olgan, shuni olib qochib ketaveribdi. Moshinda men bitta narsasiga besh ketaman. Oyoq yengil deyman. O'zingiz bilasiz. Zippillaydi. Bo'ladi. Ya o'zi Nexia 3larning o'zi chaqqonlikka. Chaqqon uni bilaman, lekin moshin o'zi bilasiz. Bir haydab ko'ring deb yomon joy anavi. Akmal aka, to'g'ri gapda, o'zi bitta yuragimda shuda yomon anavida, lekin shunday boshqacha anavi. Moshin. Umuman bu kishi. Umuman. Chunki Qo'lda beringda Qurbon aka. Barakani o'zidan oling. Bering qo'lni. Qarang, 56 deb turibman-da. 1 million qo'yib so'radim usti bilan aka. Rosti guring Qurbon aka. 1 million o'sha hurmat uchun qo'shib so'radim. 55 edi buni dod bahosi. 1 million ustini qo'yib so'radim. Bitta guring, faqat rozi bo'lib beringlar aka. Mana shu o'zida anaqa qilmayman. Bo'ldi aka, o'sha ikkini ham bo'lamiz ikkiga. Ertalabgacha qo'shmayman, foydasi yo'q, tushundingizmi? Ertalabgacha faqat men siz bilan gaplashishim mumkin. Ustiga qo'ymayman. 58 deyapsiz-ku, 58 ga sotuvga qo'yaman. 57 naqd pulda olasiz. Barakangiz bo'lsa bering, bo'ldi, qo'sholmayman. Bom barakangiz. Xush niyatimda o'zi yo'q edi, mayli. Qur'on akani ham qo'lini ushladim, 1 million qo'yib so'radim. Bom barakangiz aka. Ochiq yuring. Agar yoyilib barakangiz bo'lsa bering, bo'lmasa shart emas. Bormi barakangiz aka 57 million naqd pulga? Qurbon aka, 1 so'm, yarim so'mda shunday bir joyga o'tsangiz ham yeb ichib qo'yamiz-da. O'sha 1 so'mga qiynalmang, shu olgan odam ham shu baraka topib bilsin, o'sha 1 so'm meni haqimdir aka. Shu rizqim 1 million qo'yib sotaman aka. Hozir buni baland qilib qo'yib nima kerak aka? To'g'risi-da, o'zi baland bo'ldi 2 million, bilib turibman, mayli aka. Yaxshi insonsiz. O'sha uchun qo'yib so'radim. Barakangiz bo'lsa bering aka, faqat rozi bo'lib bering. Bom barakangiz Qurbon aka. Bom aka barakangiz. Aka rozi bo'ling. Ya biron narsa emas, 1 million qo'shib chiqib bordim aka. Tushuning bizga ham endi 80 ga tushgan. Jon aka, bitta guring aytaymi? Olgan odam ham 1-2 so'm xarajat O'sha 1 millionga balki bir shaharni obod qila olmaymiz siz bilanmi? Lekin siz shunga rozi bo'ling, ko'rib tomosha qilasiz. Men sizni mashinangizni bitta ikkita mashindan baland olganimda uyga borib tomosha qiling, aytasiz. Bundan bayog'ini ham tomosha qilib keting. Akmal to'ppa to'g'ri olgan ekan, shunga rahmat ham deb ketasiz. Aka, shu kecha kunduzni ichidagi eng baland olayotgan Nexia uchun sizniki. Kraskasi bo'lsa ham olaman. 57 million aka, rozi bo'lsangiz oldim, rozi bo'lsangiz qo'sholmayman. Bom barakangiz aka. Ayting aka, bom barakangiz. 8 yopdilar aka. Ha. Bo'ling ekan. Aka, o'zi bo'lib turibman-da. Keling 1 million berib turing-da, qo'shib qo'yaveraman. Bering. Bering, kistalardan olib bering. Endi bular salonni yigitida pul ko'p bular. Avtosalonga ishlaydi. Bering 1 million. Yo'q, prosta aytdim. Aka, bermaysiz-ku. O'sha 1 million qo'yib sotaman. Bekzod aka, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bari sizga ana ishtiyoq balanda qo'shilib ketadi. Bular salonga ishlaydi-da ular. Bu yaxshi inson ekan, qo'shing deyapman. 500 million ketadi o'zi. 2 million qo'shdim aka. Qamalib ketdi deyishdi-da. Ikkita odam o'ldirildi. Ha. Uchinchisini endi o'ldiramiz. Ha, bu o'zi. Ha, o'ylama. Satadi aka. O'ychini o'yi bitguncha aka tavakkalchini ishi bitadi. Jon aka, qarang. Mani didimda aytaymi? Endi to'g'ri, sizni didingiz olmish edi. Mani didim 50 ichi edi aka. Agar men did haqiga gaplashamansiz, men birinchi ko'rayotgan paytim mashina 50 millionlar arz ekan deb ko'raverdim. Agar did bilan gaplashamansiz, men 50 dedim, sizniki olmish edi. Men lekin hozir 57 million so'radim aka. 1 million qoldi aka. Shunga og'rinmang. Jon aka, og'rinmang. Yo'q, qarang. Sizga aytdimki, yana shu boshga qaytmaylik. 80 ga tushgan o'zi. Mayli 60 dedim. 60 dan yana qaytdik. Aka, Sizlar ham tushuning. Qiyin aka. Hamma shunday deb kelyapti. Boyagi To'g'ri, hozirgi vaziyat bilamiz endi. Kundan kunga soat sayin tushib kelyapti. O'shanga qarab Mana boya 125 million so'rayapman, 2 oy oldin 170 million olgan ekan. 125 million so'rayapman, 170 million olgan. Dokument qilgan. Iloji yo'q, tushib ketdi. To'g'ri tushuning deyapman. Sizga aka hali uncha tushmadi. Sizga hozir 13 million olgan pulingizdan 15 million arzon bo'lyapti. Bunda yoki yomon emas. Ha. bilmadim umuman.
umuman minilgan yo'q. Shunda oldi-yu olib borib qo'yib qo'ydi. Umuman minilmadi. Chunki o'g'li ishga ketdi. Instagram Toshkentga ishga ketib qoldi. Shu bo'yicha turibdi. Qurbon aka, bir so'mga qarab qolmang, bering aka. Ishingiz bitsin. Ishingiz bitsin aka, ko'p gap ham ko'pda. Bering aka, ko'p gap ham ko'p aka. Qurbon aka hozir sizga agar bering siz beraman deb sizga qarab turibdi, siz mashina egasi biladi deysiz. Qurbon aka bo'ldi, bersa beraman deb. Siz bo'lsangiz qarab turibsiz. Qolgan kelgansizlarmi aka kelishtirib? Ro'noq so'raldi. 57 million so'rayapman aka. O'zim odam generalni yerga olinmoqchi. Xarajatlar, artistlar ham, bu tomonlar ham chizilgan faoliyat. Shunday. Ro'noq so'raldi. Holati bilan zo'r bo'ldi aka. O'zingiz savdoyingizni o'zingiz o'ldirmang. Bu bir g'animat narsa-da. O'zingiz savdoyingizni hozir o'zingiz o'ldirganga o'tib qolasiz. Xafa bo'lmang. Barakangiz, bom aka, oxirgi so'rashim. Endi men ham charchab qoldim. Hali yana mashina kelsa bitta ikkita mashina savdo qilishim kerak, energiya yetish kerak. Jon aka, bera olsangiz, meni molingiz oldim aka. 57 million didimdagidan ham siz didingizdan past, men didimdan baland bo'ldi. Bilib turibman, ikkovimizga ham to'g'ri kelmayapti. Mana ham to'g'ri kelmayotgan narx bo'lsa ham, lekin so'rab bordim. Shu Qurbon akaning o'zi uchun ham yana 1 million qo'shib so'radim. O'zi 56 dan qo'shmayman dedim. Mayli deb shu odamni qo'lini ushlab yana 1 million qo'shdim. Lekin endi qo'sha olmayman. Oxirgi so'rashim. Bersangiz meni molingiz aka oldim, savdoyingizni o'ldirmayman desangiz, bering aka, bu ham bir omonat savdo. 1 so'mga qaragan odamman siz. Kim qag'ladan qolmaydi. Barakangiz bormi aka? Yo'q, kamroq. Qarang aka. Antiq pasport. Ekan deyman. 2002. Kimdan olmayapti? Bu menda general davr nisbati. Egasi boshqa. Gap beradimi? Ye. Bu bo'lsa ahvoli satoq kerak aka. Buni hozir necha pul olamiz endi? Tomgacha sepilganmi? Endi iloji yo'q, shu paytgacha baribir bir tomonga yiqiladi. Ya hozir egasi qayerdan buni? Egasi Shaxsavs. Bermayman general dedim. Xohladim bermayman. Yine chiqib ketsin mashina deydi. Mana shunda bo'lmaydi-da. Hozir buni necha pul olamiz endi? Bir so'rab ko'ring. Agar generalni chiqsa, boringki bir 8 millionlik mashina. Hozir dokumenti bir 10 million so'm buni. Bu bironta ehson qilsa bo'lardi turish. Motor, zadnimoz, korobkalar qanday? Yaxshi bo'lishi kerak, men tushunmayman-da. Uncha bir 5 oy oldida yotganda Rossiyaga ketgandim, hech kim haydayotgan odam yo'q edi. Ha. Necha pul deyapsiz endi hozir? Bilmadim, endi sizni prosta telefonda ko'rdim, kelyapti-da. Narxini chiqarmay mashina sotib. Qarang, 8 millionga charj edi, keyin chiqsa. General davnisi mayli 8 milliongacha turibdi. Xuddi shunday Damas 8 million yozib qo'yibdi. Bu ham 8 millionlik Damas, lekin keyin chiqish kerak-da bundan. Generalni chiqmasa qiyin-da. Hozir olib 10 millionga kim xarajat qiladi? 18 million bo'ladi. Undan ko'ra boyagini 17 millionga Van Damas olgan yaxshi edi-da. 2010 edimi? 2010 edi. Necha pul deymiz? Bir narx ayting-da baribir. Yo'q, kuydirib emas. Balki mayli men oldi sotdi qilib bo'lsa ham olarman deydigan odam bordir. Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beray. Bir yaxshilik qilay, shuncha hurmat qilib kelibsiz, do'stim. Qayerdan o'zizniki? Qamashidan. O'shadan kelibsiz, bir hurmat qilib kelibsiz. Hurmatingizni joyiga qo'yishim kerak-da men ham, do'stim. Telefon nomeringiz bilan qo'yib beraman. Xo'p, mayli. Men ola olmasam siz sota oling. Necha pul bo'lsa berasiz? Ya. Keling bunday qilamiz. 5 million naqd pul bersa berasizmi? Necha pulga berasiz? Oxiri taqalgan 10 million edimi ko'yingiz? Kamiga ham. Bizda qimmat tushib ketganda akmalak. Bilaman. Hamma kuyda biluvdirman. Hamma kuyda. Men sizga arzon tushgan, siz tekinga olgansiz yo o'ynab pul topib olgansiz demayapman. Hamma bilamiz. Mehnat qilgan odam bir nimaga erishgan bo'ladi. Uyga yotgan odamga hech kim kelib, "Men pul chop mashina ol" demaydi hozir. Avalam demagan o gapni. Hozir ham aytishmaydi. Lekin bitta gapda, men Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beray, balkim kimdir oladi.
mayli men olaman deb o'zizga telefon qilib bog'lanib oladi. Sizni ishingiz hal bo'lsin. Bir umid bilan kelgansiz men oldimgacha. Shunchaki gen chiqmayotgan ketaver deb yubora olmayman. Genini bir surishtirib. Men bir yelkamga ko'tarib turgan joyim yo'q, to'g'risi-da. Olib kelibsiz. Xo'p, bitta Instagramga qo'yib beraman. Mendan ishtima ketmaydi, lekin bir sizning mushkulingiz oson bo'ladi. Pul berasan deyotgan joyim bo'lmasa. Siz ko'p qizitami telefonni? Qarang, men o'g'irlik qilmayman, halol yo'l bilan yuribman. Xudoga ming xalla shukr. Videodan ham qo'rqmayman shuning uchun. Siz ham shunday bo'lavering-da. Bir narsani o'g'irlab kelayotgan joyingiz bo'lmasa. Ko'nglingiz 10 millionmi hech bo'lmasa? Keling bir narsaga kelishib olamiz. Ko'nglingiz 10 millionmi? 12larda. Ya, unday demang. Generalni chiqmasa 10 million ham deng, Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beraman. Ismingiz nima edi? Shohjahon. Shohjahon. Mana bir o'zingizga meni ham do'st deb biling. Meni sizga yomonligim yo'q. Yo bir qo'lingizdan aldab olib qo'yib, yo bo'lmasa hozir Instagramga qo'yib beraman, pul berasan degan joyim yo'q. Tushundingiz? Instagramdan ancha faol. 50 ming, 60 ming, 100 ming kishi ko'radi. Kimgadir to'g'ri kelsa oladi. Shohjahon. Hatto siz 10 million ham deng, men hozir bitta abzorini aytaman-da, Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beraman. Bo'ladimi? Bir shaqqa aytib ko'raman. Agar shayxdan agar kimdir olsa oldi, bo'lmasa nomeringizni qo'yamiz, o'zingiz bilan bog'lanishadi. Xo'p, bir qo'limdan kelayotgani shu, Shohjahon. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2000 necha edi? 2002-yilda emas. Metan gazi bor, asli jit bo'lgan. Stakalari butun ekan. Gazi bor, aka. Ha. Metan gazi bor, 10 million so'm bo'lsa beraman deyapti sotuvchi naqd pulga. Akalar ichimizga 2002da emas, 10 million so'm naqd pulga oluvchi bormi? Ichlari ham yaxshi ekan, salonlarining ichi. Sakadiska qo'yilgan, balonlari ham o'rta holatga, metan gazi bor. Zadnimaz karobka motor yog' yemaydimi? Shunisini bilasizmi, shunisi? Motor yog' yemaydi. Bunda uvlab qolmaydimi? 50-60 ga chiqsa. 70dan keyin saldo o'chib. Ha, 70 dan keyin zadnimaz zvuk bor. Endi bular bo'ladi bari xohlaysan. Birda bir. Aform qilish kerak-da. Afarmut qilish kerak. Generallar chiqmaydi deyaptilar. Xo'p, telefon nomeringiz nechida? 88lik 180 48 38. Shohjahon, faqat telefon qilsa muomalali bo'ling, xo'p? Bari Osiyo deb chiqishadi-da. 5-10 minut turib turing, balkim kimdir shayxdan olib qoladi. Agar shayxdan olmasa ham Instagramga qo'yib beriladi. Nomeringiz bilan hozir 15 minutga chiqadi. O'z telefon boshlanadi.